Barchaga salom qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan Verity modini Minecraftga o'tkazishni o'rganamiz. Barcha kerakli silkalar va modlar Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimga silka kommentariyalarda va opisaniyada bo'ladi va mana ko'rib turganingizdek barcha silkalar bor va modlar ham. Mana modlar silkalardan o'tkazsangiz, bo'lmasa Telegram Discord podkastida bo'ladi. Minecraft launcherni ishga tushiramiz. Menda Legacy launcher, sizda launcher bo'lishi mumkin va keyin papkani rasmiy bossak, mods papkasi ochiladi. Shu papkaga modlarni tashlaymiz. Keyin esa Minecraftni ishga tushiramiz. Minecraft ishga tushganda avvalo Verity'ni editi chiqadi. Har doim buni nastroykada o'zgartirsa bo'ladi. Escape tugmasini bossangiz, siz buni skip qilib o'tishingiz mumkin. Va Verity mod ishlashi uchun modga o'tamiz. Verity Forge ustiga bosib, config ustiga bosamiz va AI settings bo'limiga o'tamiz. Va shu yerga hozir bir saytdan kod olib qo'yamiz. Mana kod, uni copyright qilasiz va Google Chrome ga vstavit qilasiz. Keyin registratsiyadan o'tasiz va create APK ni bosasiz. 15 sekund ichida APK sizga beriladi. Uni copyright qilasiz. Bu bir marta ko'rsatiladi. Keyin menda allaqachon tayyor va olam yaratasiz va o'yindan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mana olam ochildi. Mana Verity 10 knopkani bossak, mishkadan Verity yoshikdan chiqadi. Sizlar bilan Gidra bo'ldi. Kanalimga obuna bo'ling va shu videoga 100 like yig'sa Verity'ni to'xtatishni 3 xil usulni ko'rsataman. Telegram kanalimga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va video sizga yoqqan bo'lsa like bosing.